Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi ishimizni ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimizga 5 kun vaqtimiz sarflangan. Umumiy summasi esa 200 kvadratga atigi $2100 xarajat ketilgan. Bu har bir kvadrat metri $10,5 hisoblanadi. Buni qaranglar qanaqa klassik uslubda ishlangan, noodatiy, kreativ ishlangan, did bilan, bichim bilan, yana bitta narsaga ahamiyat berishlaringizni men so'rab qolgan bo'lardim. G'ishtlar bilan bu tunuka fonlar qaranglar, qanaqa ranglar kollaboratsiyasi bilan ham juda ham zo'r ishlangan. Hovliga kirganimizdan har xil ranglar yo'q, bir xillikda skromniy, klassik uslubda ishlatilgan. Undan tashqari kafellarimiz, g'ishtlarimizga ham umumiy bir xil uslubda ishlangan. Uni ko'rgan odam "Vau, haqiqatan professionallar qilibdi, qayerdan topsak bo'ladi" degan gapni aytishi mumkin. Ushbu xonadonimiz Ramazon aksiyasida atigi $2100 ga bitgan ishimiz. Agar sizga ham mana shunday sifatli narxda Ramazon oyida tez va sifatli ishchilar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunday chiroyli tunkafon qilib beramiz. Skidkamizdan foydalanib qoling.